Hayot charxpalagi aylanar tinmay, kim uchun kun o'tar go'yo bir yilday. Bu umr yo'limiz tekismas birday, kim bo'lay deydi voh dunyo ustuni, kimnidir shu bugun oxirgi kuni. Kimga baxt yetishmas, kimgadir davlat. Mamijon Muzaffar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Toshkent Nufayi Qo'sonsoy ko'chasida yashaydi do'stim. Hayotda ko'p qiyinchiliklar ko'rdi. Onasidan erta yetim qoldi. Doim oilasi yaxshi yashash uchun harakat qilardi. Unga ko'p og'ir sinovlar keldi. O'tgan yili ayol 3 ta go'dagini Muzaffarga tashlab bu olamdan o'tdi. 3 go'dakka Muzaffar ham ota, ham onalik qilayotgandi. Do'stim qurilish ishida ishlaydi. Qurilish ishida shamollash orttirib oldi. Shifokorlarga uchraganda ular 2 buyrak qurishi tashxisini qo'yishdi. Endi u har 3 kunda sun'iy buyrak apparatida qon yuviladi, lekin bu unga yetarli emas. Chunki uni ko'zlari kundan kunga xiralashib boryapti. Shifokorlar uni hayotda ushlab qolishni bitta yo'li buyrakni almashtirish, operatsiya qilish deyishdi. Buning uchun katta mablag' kerak. Agar yordam ko'rsatsak, shu 3 ta go'dagi otasiz yetim bo'lib qolmasda, o'zi onasidan ajrab, onasiz qolgani yetadi. Iltimos, do'stimiz uchun yordam qilaylik, yordam qo'lini cho'zaylik. Qimmatinglarni ayamanglar. Mablag'i borlar, mablag' bilan yordam ko'rsatinglar. Yordam ko'rsata olmaganlar hech bo'lmasa duo qilinglar. Shu videoni, shu xabarni yordam qila oladiganlarga jo'nataylik. Iltimos sizlardan.